Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Finex Best serveriga kirish va undagi qonun-qoida va imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Add server qilamiz. Server adresiga esa Finex Best deb yozamiz. Shu adres bilan serverga kirsanglar bo'ladi. Va bizlar shunaqa captcha so'raydi, buni yozishimiz kerak. Va endi bizdan registratsiya so'rayapti. Registratsiya qilishimiz kerak. Misol uchun register o'zingizni yangi parolingiz. Misol uchun salom 1122. Salom 1122. Bu parolingiz va bu parolingizni takrorlash, ya'ni shu parolingiz to'g'ri kelyapti bir-biriga degan ma'noda bosasiz. Va keyingi safar login salom 1122 qilib kirasiz. Bu juda ham oddiy. Kirgan paytimizda bizda shunaqa spawn paydo bo'ladi. Eng ko'p o'ynaganlar, ranglarimiz bor, ranglar narxi, sotib olganlar, eng boy odamlar va top killerlar. Bizda yaqinda yangi yil bo'ladi. Yangi yilga borish uchun mana shu NPC ustiga bosasizlar. Survivalni boshlash uchun mana shu portalga kirishimiz kerak bizga. Demak, bizani lokatsiyamiz 110 69 986. Biza bu koordinatadan iloji boricha uzoqroq ketishimiz kerak. Chunki bu joyga odam kelgan bo'lishi mumkin. Agar kelgan bo'lsa, sizlarning bazanglarni grif ketadi. Shuning uchun mana uje odam kelgan portali bor. Iloji boricha 2000-3000 blok uzoq ketishimiz kerak bo'ladi. Endi sizlarda savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Biza agar o'lib qolsak, biza bazamizga qanday qaytishimiz mumkin degan savol paydo bo'lishi mumkin. Buning uchun bizda set home degan komandamiz mavjud. Set home qilib turib, uylar nomini berasizlar. Masalan, general. Endi men bu joyimga, bu bazamga mana shu set home orqali qaytishim mumkin. Deylik, men hozir bu joydaman. Bazamga borishim kerak. Home qilib turib, mana shu general yozasizlar mana. Va shu joyda men teleport bo'laman. Bu juda ham oddiy. Demak, serverdagi qonun tartiblar bo'yicha gaplashamiz. Birinchi tartib chet ishlatish mumkin emas. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar chet ishlatish mumkin emas. Ikkinchi tartib so'kinish, flood qilish, bazani grip qilish umuman mumkin emas. Ban olasiz. Umrbodga yoki vaqtinchalik banlarimiz ham mavjud. Banlar 1 haftalik, 2 haftalik, 1 yillik banlarimiz mavjud. Serverda inventor saqlanadi, faqatgina Underworldda inventor saqlanmaydi. Serverda PvP qilish mumkin, faqatgina odamlarni o'zligi bilan ruxsatini olgan holatda. Serverga Bedrock Edition va Java Edition bemalol kira oladi. Bedrock Edition 1.21.90 dan boshlab tepasiga. Java Edition esa 1.8.9 dan tepasiga bemalol kirsanglar bo'ladi. Serverimiz 100% survival rejimda. Hozir 12 ta odam bor.